Hech qachon bir o'zingiz uzun yerosti tunnellarida yura ko'rmang. Bu videoda qiz tashvishli holatga tushganini ko'rsatib, butun internetni hayratga soldi. Qizni aytishicha, u dugonasinikidan tungi soat 3 da uyiga qaytayotgan ekan. Uyiga borish uchun esa uzun tunneldan o'tishi kerak edi. Boshida u tunneldan yurishni xohlamabdi, lekin bu safar uyiga tezroq borishi kerak bo'lganligi uchun tunneldan yurishni tanlabdi. Gap shundaki, odamni qo'rqitadigan tarafi, tunnel shunchalik uzunligidan uni boshi ham, oxiri ham ko'rinmaydi. Bu qiz tunnelni yarmiga ham yetmaganida, unda go'yo shunday his paydo bo'ldiki, orqasidan kimdir quvayotgandek yoki kuzatayotgandek tuyuldi. Bundan tashqari qizning aytishicha, u orqasida qandaydir qadam tovushlarini ham eshitdi. Qiz tezroq yurishni boshlasa-da, qadam tovushlari eshitilishdan to'xtamadi. Qiz qayta-qayta orqaga qarasa-da, orqada hech kim yo'q edi, lekin bir zumda u yoqda qora kiyimli odamning sharpasi paydo bo'ldi. Bu payt qiz juda ham qo'rqib ketdi, lekin yaxshiyamki, u tunnelning oxiriga yetib kelgan edi. U tezda liftni chaqirib, liftning ichiga kirib olishga ulgurdi. Videoning oxirida esa qiz bu holatdan qutulganiga qo'lini silkitib ham qo'ydi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar mana shunaqa uzun tunneldan bir o'zingizlar yura olarmidinglar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videoda ko'rishguncha.